Story söhbət proqramımızın əziz görmənləri, yaxşımısınızlar? Mən proqramımızın riyasətçisi Ramila Hüseyn. Mən barlıq tordaşlarının söhbətimizni yaxtırıb görüşük tiləkdaşman. Biz bu qitimki söhbətimizdə Şirali Eltekin əfəndim bilan həm söhbət olmaqçı. Şirali əfəndim, yaxşımısınız? Assalamu alaykum. Və alaykum assalam. Aldı bilan sizmiş özünüzü qısqaça tanıştırıb ötəmsiz. Assalamu alaykum. Erk Studiyasının aziz görünmənləri, vətən içi və vətən sirtidən Erk Studiyamızga qadam təşrif qilgan barlıq qarindoshlar, sizlarga Shirali Eltekindan o'tliq salom. Men azizona Qashqarda tug'ilib o'sib, 1996-yil Şinjan San'at institutining tunji qarorliq muqam kasbiga qabul qilinib, 2000-yil o'qish bitirgandan keyin Şinjan Uyg'ur Avtonom rayonlik muqam ansamblida xizmat ishlayapman. Siz xalqimiz e'tirof qilgan yosh muqamchi, undaqda klassik buyuk muqamni hozirgi davrda xalqimizga qaysiga ustib tusunsak texmi yiqishliq bo'ldi deb qaraysiz? Uyg'ur 13 muqami xalqimizning bitmas, tugumas ma'naviy boyligi. Bu boyligimizni ajdodlarimiz bizga hozirgi davrgacha yetkazib kelgan. Mushu hozirgi davrga yetkazib kelgan Uyg'ur 13 muqamlarimizni va yerlik har qaysi muqamlarimizni xalqimizga yetkazib berish uchun biz Şinjan Uyg'ur Avtonom radio kino televiziya bosh idorasi va Şinjan muqam ansambli madaniyat nazorati qatorliq ko'p xil har xil o'rinlarning tashviqoti bilan biz 2001-yili Uyg'ur 13 muqamini CD, VCD, DVD qilib butkul jahon ahliga shuni tanishtirdik. Xo'sh, undaqda men endi bundan keyin butkul jahon ahliga tanishtirishda men qanday xizmat qilishim kerak degan mushu xizmatda men ko'p yoshlarimizga Uyg'ur 13 muqamlarini ko'p yetkazib bersam, bu mening bir baxtim. Mening qanchaki ko'p kishilar, ko'p yoshlarimiz Uyg'ur 13 muqamini tushunsa, Uyg'ur 13 muqamlarida uzundilarni, xalq dostonlarini, har qaysi kichik ohanglarni aytib, o'zlarining ma'naviy hayotini, chetninkiga cho'qinmagan asosda o'zining ma'naviy hayotini beyitsa, men bu jihatda men xizmat qila olsam, xalqimizga, yoshlarimizga Müşra cəhətdə xizmət qılansam, özümün intan bəxtiyar deb his qılma. Xoş, undaqda biz muqamlarımızı, Uyğur 13 muqamlarımızı xalqimizga, yaşlarımızga qanday xizmət qıldırış kerak degan bu xizmətdə mening tutgan yo'lim qanday desa, ajdodlarimiz bizningki o'zimizning Uyg'ur chalg'i asboblari bilan buni bizga miros qoldirdi. Xo'sh, bu miros qoldirgan Uyg'ur 13 muqamini o'zining klassik peti an'anamizga varislik qilgan peti bu miros qoldirgandan keyin men endi buni hozirgi zamon ilg'or uskunlari bilan, hozirgi zamon Uyg'ur chalg'i asboblarini, hozirgi zamon musiqalari bilan, ya'ni Yevropaning ilg'or bo'lgan musiqalari bilan buni kompyuterda Uyg'ur chalg'i asboblarini ikkisini birlashtirish orqali xalqimizga, yoshlarimizga muqamlarimizni asli peti, asos melodiyadan chetnamagan asosda, muqamlarimizga varislik qilgan asosda yoshlarimizga muqamni ko'p tashviq qilsam, mush yo'sinda yoshlarimizmi bu muqamni ko'p foydalanib, muqamlarni bizningki boshqa chet ellarda va shundaqla bizningki Şinjan Uyg'ur Avtonom har qaysi joylarda va shundaqla ichki o'lkalarda o'qiyotgan Uyg'ur qarindoshlarimiz mushu muqamlarni aytgan muqamlarni zamonaviylashtirib, masalan, Uyg'ur chalg'ilari bilan hozirgi zamon musiqalarini birlashtirgan asosda buni texnik ko'p taraqqiy qildirsam degan umidda. Siz Mahmud Dil to'g'risida bir ijodiy naqsh tayyorladi deb anladik, bu shaxta azroq. Bizga ma'lum
2008 yılı Birleşken Devletler Teşkilatı tarafından Mahmud yeni yani Kaşgar yılı kılıp bekitildi. Mahmud Kaşgar'ı bütün bu insaniyetke ortak, biz Uygur halkından çıkan bütün insaniyetke ortak olan bir büyük alim. Tilşunas. Mahmud Kaşgar'a bağışlangan aynı vaxtda merhum şairimiz Nur Muhammed Erki şiiriga hürmetli usta sanatkarımız Tursun Qadir akimizningki Faxrlan dunyoga Mahmud vatani nomli bu naqshisi nima 2006 yil aytilgandan keyin bu naqsha jamiyatda kuchli inkaslar paydo bo'ldi. Bu naqshiga bo'lgan nurg'un baholar berildi. Men shundaq bir Faxrlan dunyoga Mahmud vatani nomli shundaq bir buyuk naqshining ijrochisi bo'lib, mush naqshini xalqimizga yetkazib berganligim uchun o'zimni intayin baxtiyor hisob qilaman. Mush naqshimizni anglagan va mush naqshimizga yaxshi baho bergan barliq insonlarga ko'pdan ko'p rahmatimni bildiraman. Men 2006 yil aytgan Faxrlan dunyoga Mahmud vatani nomli bu naqsha bütün xalqimizga shunchalik yoqqan bir naqsh bo'ldi. Shu naqshining ichidan bir kupletni aziz do'stlarimizga bir deklamatsiya qilib bersam degan umiddaman. Til demek bir elning hayot belgisi, Mahmuddur shuncha zo'r belgi egisi. Ona til söygisi, vatan söygisi, Faxrlan dunyoga Mahmud vatani. Alımdır dünyanın insanın cini, alımdır dünyanın insanın cini. Alimler alimler biller kadrini, alimler alimler biller kadrini. Yurtimiz alimler edibnin kani, Faxrlan dunyoga Mahmud vatani. O'shanda mushu yil, ya'ni 2008 yili ustozimiz Abdurup Polat Teklimakani efendim bizga Beijingdan Kaşgari yili nomli bir she'rni bizga avatgan. Shu she'rni ko'rib, mushu she'rga bir ahang ishlab baqsak, mushu she'rmi butkul jahonga taralsa, Mahmud ustozimiz, büyük ustozimiz Mahmud Qashqariga bo'lgan bir namoyandimiz, hurmatimiz bo'lib qolg'isi degan istaklarning arzusida Kaşgari yili degan shu naqshini ijod qildim. Teksti Abdurup Polat Teklimakanining muzikasini o'zim ijod qilib, buni 16-san Şinjan televiziya stasiyasining 16-san Nava programmasida buni muvaffaqiyatli bir o'rlab chiqdik. Bu naqsha shundaylik endi teksti shundoq yaxshi endi. Biroq men muzikani yaxshi ishlay oldim-ku, faqat buningga xalqimiz o'zi baho berdi. Bu naqshaningki menga eng ta'sir qilgan yeri bu naqsha birdan-bir 2008 yili Kaşgari yili qilib Birleşken Devletler Teşkilatı'nın Kaşgari yili qilib bekitilgandan keyin yozilgan eng namunalik she'r deb qarayman. Shirali efendim, sizce bu yosh iqtidorli san'atchi bo'lish uchun o'zida qanday sharoitlarni hozirlash kerak? Bu savolni bek yaxshi so'radingiz. Hozir yoshlarimiz ko'plab o'zining san'at talantini namoyon qilish uchun har qaysi o'zlarining san'at talantini namoyon qilish uchun har qaysi televiziya stansiyalarida, har qaysi gazet jurnallarda, to'r mush qatorliq sohalarda o'zining rolini texmi joriy qildirish uchun, o'zining san'at talantini texmi joriy qildirish uchun o'zining ko'plagan ijodiy naqshlarini va shundaqla xalq naqshlarimizni ijro qilib kelyapti. Men yosh san'atkor, yaxshi bir san'atkor bo'lish uchun qanday bo'lish kerak deganda, mening ko'z qarashimda eng avval bir Uyg'ur san'atkor bo'lish uchun eng avval o'zininki Uyg'ur 12 muqomini, o'zining yerlik muqomlarini bo'libmi Uyg'ur xalq naqshlari, muzikalarini bu pishiq bilish kerak. Avval o'z ota-onasini bilish kerak-da. Bizningki Uyg'ur xalq naqshi muzikalarimiz, Uyg'ur muqomlarimiz, yerlik har qaysi muqomlarimiz bizningki o'z ota-onamizga o'xshash. O'z ota-onamizni bilmay turib chatninki naqshi muzikalarga berilishning o'zi bu aniq u undaq san'atchi bo'lish u bir mezgillik bo'lib qoldi. Mayli 2006 chiqqan san'atkor u bo'ldi 1 yilda tugaydi. 2007 chiqqan u tugaydi. Eng avval har qanday san'atkor bir yaxshi san'atkor bo'laman deydigan, u cho'qim Uyg'ur 12 muqomini bilishi, xalq naqshlarini bilishi, shuning ijodiy yo'sinda
varislik qilib o'zi ijod qilgan asosda anankin hozirgi zamon naqshlarini ijod qilib aytilsa o'zining xalq naqshlarini bilgandan sirt buni hozirgi zamon naqshlarini ijod qilib aytsa ishonamanki bu san'atkor menga o'lmaydi. Bu biroqlam chetninkini do'rab tushib ketgan san'atkor u ya 1 yil moda bo'ldi ya 2 yil moda bo'ldi. U yo'q, biz uni topolmaymiz. Uning ismini unutib ketamiz. Shunga bir yaxshi san'atkor bo'laman degan istiga tushgan barliq yoshlarimizga demoqchimanki, cho'qim o'zimizningki xalq naqshi musiqalarimizni, Uyg'ur 12 muqomlarimizni, o'zimizning Uyg'ur tarixini, vatan tarixini bilish bu bir san'atkorning adabiyotni bilish, falsafa bilish, tarix bilish bu har qanday Uyg'ur san'atkor bo'laman degan kishiningki birinchi qadamni besib o'zidan yo'l. Buni bilmay turib ozg'iniki turmushningki qiziqtirish bilan undaq naqshlarni aytilgan yosh yigit qizlarimizga deydigan bir so'zim, siz ya 1 yillik ya 2 yillik bo'lasiz. Sizning hayotingiz, san'at hayotingiz ya 1 yil ya 2 yil. Bizning ko'plagan chet ellardagi san'atkorlarga qarab baqsak, ular O'rta Osiyodagi bizga qarindosh bo'lgan san'atkorlarga qarab baqsak, ular eng avval o'zininki xalq naqshi musiqa klassik ohanglarini ular pishiq qildi. Mana xuddi hammamizga ma'lum bo'lgandek, barcha dunyo jahon ahliga ma'lum bo'lgandek, bizningki qo'shni davlatlarimizdan Qozog'iston Jumhuriyatida yashayotgan Uyg'ur qarindoshlarimizdan butkul dunyoga o'zini tanitgan, butkul Uyg'urlarni dunyoga tanishtirgan Uyg'ur kompozitorimiz o'zining nuzgum qatorliq simfoniyalari bilan marhum Quddusxon G'o'jamyorovdek ustozimiz Abdurim Ahmediydek mushundaq Uyg'ur xalqini dunyoga tanishtirgan, Uyg'ur xalq naqshlariga pishiq bo'lgan, Uyg'ur muqomlariga pishiq bo'lgan mushundaq ustoz san'atkorlarimiz bizningki biz yoshlarning ulgusi bo'lishiga loyiqchi bular. Nimishqa desangiz, bular o'zlariningki butkul o'zlari Uyg'ur 12 muqomlarni bilgandan sirt butkul Yevropa simfoniyalarini Uyg'ur muqomlari uchun o'zlarining ijodiy faoliyatlari uchun birlashtirib Uyg'ur muqomlarini va shundaqla Uyg'ur xalq naqshlarimizni dunyoga tanishtirdi. Biz shu ustozlarimizni Quddusxon G'o'jamyorovdek, Abdurim Ahmediydek ustozlarimizni mengu yod etamiz. Keley mehbubum senin yaşı senin yaşın hazar olsun. Nikab aç kıl köre yüzü yüzüm cemalın aşkar olsun. Ben seni görüp canan gamge mutla buldum, gamge mutla buldum. Ot yaktım yüreğimde, aşk bir kara buldum, aşk bir kara buldum. Aya huyarey, Allah'ey, Akayda sendek kulvarey, ateş gözlü cananım, cananım ey Allah'ey. vay 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 yarey, vay yarey, Dost yarey, vay ateş gözlü cananım. Siz yaqin ishlayotgan albomingiz to'g'risida qisqacha bir uchur berib o'tamsiz. Bo'ldi. Men yaqinda bir albom, ya'ni bir VCD plastinkasi tayyorlik qilyapman. İnşallah mushu plastinkamiz butkul jahonga taralg'usi, xalqimiz e'tirof qilg'usi deb o'ylayman. Shundoq bo'lgan ekan, mushu plastinkamga o'zim yaxshi ko'rgan butkul Uyg'ur 12 muqomlardan
dastonlarni, meşreplerini ilip muş bilasınken tayarladım. Neymiş ki desek, ben azırkı zaman nakşlarını eğitip, ya ki bulmasa eğitip, azırkı zaman nakşlarını eğitip, yaşlarımızga bir demlikle, bir devrilikle meniga uzuq berib qilishni umid qilmadim. Chunki buning da uzoq masalan Uyg'ur o'shki muqamimizni texmi teşvik qilish uchun Uyg'ur o'shki muqamimizni ko'proq aytsa, shuning muqamning har qaysi bo'lak ohanglarini, dastonlarini bilsa degan umidda mushqitim qilib ekan. Bu Uyg'ur o'shki muqamlarining ichidan doston, mashrab qatorliq kichik ohanglarni, chiroyli ohanglarni ilib aytdim. Xalisa bizningki nurg'unlagan do'stlarimiz mush plastikimizni anglagandan keyin ugunib bo'lsa, texmi mendimmi yaxshiroq mendimmi yaxshi aranjurib qilib yoki qayta ishlab bezab aytsa as ahang melodiyasini chetnilgan asos aytsa, bu mening bir baxtim deb qarayman. Bu muqamni boshqalarga tashviq qilish va shundaqla do'stlarimizga muqamni tashviq qilish, muqamni mush orqali texmi betib aytishni umid qilib, shu mush plastikani barli qadrdon do'stlarimizga sun. Çağlagan, aldığan boynunu kıldı bağlagan. Öz oçi, seni o çağlagan, aldığan boynunu kıldı bağlagan. Yüreğini dert, elemde dağlagan. Emes, adem emes, dostum emes. Efendim, ahırda siz kelgüsü planınız doğrusunda azırak sözlep ötemsiz. Bayam sözlep ötkünümdek, bundakin kelgüsü planım, men birla maqsad, mening maqsadim faqat muqam uchun yashayman. Men 96 yil mushit kesib qabul qilindim. Mana hozirgacha 96 yildan 2008 yilgacha muqam aytib kelyapman. Men mengu muqam aytman. Muqamni qanchalik kishilarimizga, xalqimizga, butun jahon ahliga tonishtira olsam, mushu mening birinchi g'oyam, mushu mening kelgusim deb qarayman. Rahmat, bugungi suhbatimiz nayt ko'ngilli bo'ldi deb qarayman. Oxirida sizdan xalqimizning qalbidan cho'nqur o'rnagan muqamchi bo'lib qolishingizni tilakdoshman. Rahmat. Sizlarga rahmat, tilagimga rahmat. Arik studiyasi orqali bizningki naqshlarimizni, muqamlarimizni tinglab barliq jahon ahliga tashviq qilayotgan barliq qadrdonlarimizga ko'pdan ko'p rahmat. Shirali efendim, ahırda sizden texmo tirishib, xalqimizning qalb to'ridan o'rnagan bir muqamchi bo'lib qolishingizga tilakdoshman. Rahmat. Biz ahırda Erk Studiyasi to'rining qurg'uvchisi Abdurahmon O'ztürk va Erk Studiyasining barliq xodimlariga vakolatan sizlarning buningdan keyingi ishlaringizga texmo utuq tilaymiz. Xayr, xo'sh kelak, sonni ko'rishaylik.